7 ot kuchli motobloklar uchun universal agatlarimizdan yetib keldi akalar. Bitta ishlashlarini ko'ringlar. Xohlasanglar 50, 60, 70 agatlarga bemalol legirovka qilib e'tibor berasizlar. Bitta qo'lda o'zida bemalol ikkala tomonda ham siljitib ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bir dona agatni o'zini, xohlasanglar ikkita agatni 60-70 agatga olib keta oladi. Mana hozir 60 razmerga tushirib qo'yamiz. Xohlasanglar o'zini balonni izini oladi. Xohlasanglar ballonni tashqarirog'iga ham bemalol mana shu holatda ikkala tomonni ham legirovka qilib ishlatsanglar bo'ladi akalar. Istalgan turdagi 7, 9, 15, 17 ot kuchli motobloklarga bemalol tushib legirovka qilib mana shu holatda ishlatsanglar bo'ladi akalar. Temirlariga bitta ahamiyat beriladi. Juda ham baquvvat, qalin temirlardan ishlatilgan bo'ladi. Hattoki profillari ham juda ham baquvvat. Undan tashqari akalar persebnoylarigacha qo'yilgan model hisoblanadi. Temirlariga vashshi gap bo'lishi mumkin emas. Agatlari ham yangi kelgan agatlarimizdan uchlariga e'tibor berasizlar. Uchlari ham akalar addenni qalin temirlardan yilib ketmasligi uchun akalar. Xo'p, undan tashqari yangi partiyada mana shunaqa 7 ot kuchli original Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloklarimiizdan ham kelgan. Bularni ham hozir ma'lumotini tanishtiraman sizlarga va ko'pchilikda savol bo'ladi. Ukam o'zini mana bunaqa charm balonida bunaqa agatlarni tortayotganimizda qiynalib qolyapti. Bunga yechim bormi deganlar uchun xohlaganlarga mana bunaqa temir g'ildiraklarimiz ham yangi partiyasi kelgan. Bemalol mana akalar qo'yilgan holati shu holatda qo'yib, orqasiga xohlasanglar kartoshka kapatil, xohlaganlarga mana shu agatlardan qo'yib foydalansanglar bo'ladi akalar. Xo'p, agatimizni ma'lumotini aytib o'tdim. Xohlagan turdagi 50, 60, 70 agat qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari mana bu persebnoyning o'zini ham akalar pulukka ham, agatga ham kartoshka kapatilgan bittalik qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bu agatni olib turib o'rtaga qo'ysanglar, 3 talik agat qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Shu tomonlama ham juda ham universal qilib ishlangan akalar. Xohlaganlar bu agregatimizni addenni o'zini ham sotib olsanglar bo'laveradi, sotilaveradi. Xohlaganlar motoblok bilan komplekt olaman deganlar bo'lsa, komplektini ham akalar kelishiladigan joyi bor akalar. Undan tashqari original, sifatli, zo'r motoblok olaman. Ukam menga mana bunaqa prostoy, arzonchi motoblok qiziq emas. Menga eng sifatlisi bo'lsin, eng zo'ri hamda eng originali bo'lsin degan akalarimiz uchun har doim akalar TX motobloklarini tavsiya qilamiz. Chunki bu TX motobloklari Germaniya standart asosida ishlab chiqarilgan, sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham juda ham baquvvat motoblok hisoblanadi. Boshqa 7 ot kuchli motobloklarda mana bunaqa korobkalari ham ancha baquvvat, sifatli qilib ishlangan. Undan tashqari o'zini balonlari ham katta balon qo'yilgan bo'ladi. Rollari ham juda ham uzun hamda akalar frezasiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Qani frezalardan qo'yilgan model hisoblanadi. Hattoki bu TX motobloklarida moy datchilarigacha ham qo'yilgan model hisoblanadi. Xo'p, bu TX motoblogimiz ham ikki xil varianti bor. Ko'pchilik joylarda 3.800.000, 3.900.000 gacha prostoy modellari ham sotilyapti. Prostoy model emas, eng originalini, sifatlisini olaman degan akalar bo'lsa, ekranga nomerimni qoldiryapman, aloqaga chiqinglar. Eng zo'r sifatli originalini garantiyalari bilan qilib beramiz akalar. Xo'p, undan tashqari aytib o'tganimdek, agat kerak bo'lsa, agatga aloqaga chiqaverasizlar. Motobloklar narxi prostoy motobloklardan olaman desanglar, narxi 3 milliondan 3.800.000, 4 million, 4.5 milliongacha mana bunaqa original motobloklarimizgacha ham bor. Xo'p, temir balonlarimizga o'tadigan bo'lsak, jupini akalar 700 mingdan 1 million so'mgacha buni ham detaliga qarab narxi har xil chiqadi. Xo'p, mana shu holatda bo'ladi ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Xuddi mana shu holatda bo'ladi. Balonda o'zini futulkalarini qo'yib, qatirib ishlatasizlar. Xo'p, bu orqadagi agatimizga o'tadigan bo'lsak, bu hozir ikkitalik agat qo'yilgan. Xohlasanglar ortdaga ham bitta agat qo'yib ishlataman deganlar bo'lsa, narxi akalar 800 mingdan boshlab 1 milliongacha buni ham har xilchasi chiqadi. Agatini ikkitalik, uchtalik yoki da mana tormozlarini kattaroq, baquvvatroq yoki da persebnoylarni ham baquvvatroq olaman deganlar bo'lsa, narxi har xil o'zgarib chiqadi akalar. 1 million, 1 million 200 gacha bu persebnoylarimiz agatlarimizdan ham bor. Xo'p, undan tashqari motobloklar uchun mana bunaqa telechkalar va undan tashqari boshqa agregatlar akalar. Kichikroq turdagi mayda mana bunaqa agatlardan so'raganlarga kichikroq mana bunaqa agatlarimiz bor. Undan tashqari mana bunaqa universal agatlarimiz kelgan, legirovkali mana akalar. Ko'rishinglar mumkin, ikkala tomonga ham legirovka qilib ishlata olasizlar. Xohlaganlarga mana bunaqa universal puluk,
Xohlaganlarga chizel akalar, xohlaganlarga rotorni kasilka va boshqa turdagi martabalo'ylar uchun agregatlari, undan tashqari o'tiradigan jatkalar, gusenichali apparat, xullas barcha turdagi texnikalarni eng arzon joyi birinchi qo'l bu Agro Servis do'koni bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa ekranga nomerimni qoldirdim, aloqaga chiqinglar, birinchi qo'ldan eng arzon narxlarda qilib beramiz akalar.